qadriyatlarini qaroqlarida asragan ellar. Qadim Turon zamin xalqlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston xalqlarini birodarlikning o'ziga xos rishtalari bog'lab turadi. Asrlar mobaynida yonma-yon bir daryodan suv ichib, ahil inoq, borish kelishli bo'lib yashayotgan ellar o'rtasidagi do'stlik aloqalari, samarali o'zaro manfaatli hamkorlik mintaqada tinch qo'shnichilik bardavom, barqaror bo'lishida muhim omil ekani aniq. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ishtirokida tarixda ilk bor Xo'jandda o'tayotgan 3 tomonlama sammit mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashda muhim qadam bo'lishi shubhasiz. Mana shu quvonchli xabar Jizzax viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Sovot va Sarmich qishloqlari ahli tomonidan ham katta xursandchilik bilan kutib olindi. Mana qarang, Alloh inoat bilan bo'lgan ob-havoni qarang. Mana bu bayramni bo'layotganini qarang. Oldinga qaraganda hozir hammasi yaxshi. Oldin borib kela olmas hech kimlar. 3 kunlab, 5 kunlab navbat kutardi, boramiz, xayr mamlakatga chiqadigan bo'lsa. Hozir Xudoga shukr, hech qanday qiyinchilik yo'q. O'sha yurtboshimiz tashabbusi bilan boshqa mamlakatda rahbarlar birlashish hammasi amalga oshyapti. Rahmat, shunchalik bu yetkazganiga shukr. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning bir yaxshi so'zlari bilan do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham, gar do'st qadam bosmas ekan vayronadir qoshada ham. Dar haqiqat O'zbek, Tojik, Qirg'iz bu bir xalq, bir el. Dinimiz bir, xalqimiz bir, urf-odatlarimiz bir, bordi-keldilarimiz bir. Kelin olib, qiz chiqarib berib, qardoshliklarimiz bor. Albatta bu xalq bilan hamma faxrlanadi. Mana shunday tadbirlarni tashkil qilishi bu hamma mana shu 3 ta millat xalqiga juda to'g'ri keladigan, bir-biriga mos keladigan eng yaxshi o'zimdir. Biz birmiz, biz hamma vaqt birgamiz. Ha, millatlar aro totuvlikning ifodasi bo'lmish mana shu tadbir xalq sayliga aylandi. Namoyish etilgan qadriyatlar tarannumi, bahoriy taomlar, xalq amaliy san'ati namunalari hamda turmush madaniyatimizga xos urf-odat va an'analar o'zaro mushtaraklik belgisi sifatida namoyon. Mana bugun Yangiobod tumanida Sovot fuqarolar yig'inida do'stlik bayrami nishonlanmoqda. Hammani kayfiyati zo'r, xursand. Chunki qo'shnichilik mingilchilik deydi. Biz azaldan, ming yildan ko'p vaqtlardan mana shu Tojikiston bilan qo'shnichilik qilamiz. Urf-odatlarimiz ham, madaniyatlarimiz ham, to'ylarimiz, bir-biridan suv ichamiz, quda-andamiz, ko'rpalar, yostiqlar, mana dasturxonlar, bari quroqlari, yostiqlar hammasi bir xil. Mana shu bizga azaldan qadriyatlarimizda mustaqillab bir-birimiz bilan do'st bo'lib, inoq bo'lib yashaganimizdan dalolat beradi. Hozir yoshlarimiz bizni qadriyatlarimizni davom ettirmoqda. Qo'shnichilik ming yilchilik shiori ostida o'tkazilayotgan bayram tadbirimizga Alloh xush kelibsizlar deymiz. Men mana shu Sovot qishloq fuqarolari nomidan, yoshlar nomidan sizga shuni ayta olamanki, biz yoshlarga yurtboshimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlar yaqin 2 yil ichida ikkita katta sport inshoti qurilib foydalanishga topshirildi. Biz unga javoban hozirgi kunda taekvondo sport turi bo'yicha 2 ta O'zbekiston chempioni, bitta Osiyo chempionini yetishtirib chiqardik. Bundan tashqari hozirgi kunda Sovot qishlog'imizda 32 nafar yoshimiz tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, ko'plab fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga erishildi. Bundan tashqari bu yerda o'zida 70 ta yosh fuqaromiz milliy sertifikat, til sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Mana shunday sharoitlar uchun albatta yurtboshimizga yoshlar nomidan rahmat aytib qolaman. Bizning Yangiobod tumanimiz, Sovot qishlog'imiz ko'p millatli, ko'p ellatli hisoblanadi. Biz tojik xalqi fuqarolari bilan yaqin aloqalar yo'lga qo'yganmiz. Bizning Yangiobod tumanimizda tojik qishlog'i joylashgan Chakan qishlog'imiz bor. Ular bilan biz doimiy sport musobaqalarida, bundan tashqari kitobxonlik va shunga o'xshash sport musobaqalarida, tanlovlarda doimiy aloqalar yo'lga qo'yib uchrashib turamiz. Aloqalarimiz juda ham zo'r. Qayd etish kerak, bugungi kunda Jizzax viloyatida 50 mingga yaqin qirg'iz va 35 mingdan ziyod tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Xonadonlarda Navro'ziy taom, sumalak tayyorlash asnosida xalq sayllari dillarga ko'chib, barchani shod etgani, bir maslak, yakkash ezgu niyat bilan birlashtirgani rost. O'zbekistonimizda turli millat vakillari istiqomat qiladi. Shu jumladan bizning Yangiobod tumanimizda ham Turkiy millat vakillari urf-odati, qadriyatlari bir xil bo'lgan, faqat boshqa tillarda gapiradigan millatlarda.
Shunday ekan, mana bizning tumanimizda ham tojik, qirg'iz, qozoq millatiga mansub millatdoshlarimiz bor, yurtdoshlarimiz bor. Tumanimizda, viloyatimizda turli xil jabhalarda o'z faoliyatlarini olib boryapti. Mana shu millatlararo totuvlik, azaldan aytib kelinadigan mana qadriyatlarimiz, qo'shnichilik, ming yilchilik qadriyatlari mana bugun o'zini isbotini topib turibdi. Navruz o'zgacha shukuhda mana shu mahallada. Aholining kayfiyati juda ham zo'r. Biz bu yerga keksa faxriylarni taklif qildik, o'zgalar parvarishga muhtoj fuqarolarimizni taklif etdik. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, imkoniyatlari cheklangan fuqarolarimizni ham taklif etdik. Ularni ham mana shu yerda kayfiyatini ko'rib, mana shunday qadriyatlarimizni o'lmasligi, qadriyatlarimiz avloddan avlodga o'tayotganligi, milliy urf-odatlarimiz avlodga o'tayotganligini mana isbotini, yaqqol isbotini mana shu bugun ko'rib turibmizda. Mana shunday bayramlar misolida do'stligimiz, qadriyatlarimiz, o'zaro hamjihatligimiz yanada mustahkam bo'ladi. E'tiborli jihati, Yangiobod tumanidagi Sarmich qishlog'ida tashkil etilgan tadbirda ham amaliy san'at va hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalari tashkil etildi. Milliy o'yinlar, oq terakni ko'k terak, arqon tortish, chillak kabi xalq o'yinlari istiqboli porloq farzandlarimizning bobo meros qadriyatlariga mehri, ixlosidan darak. Eng muhimi, bu kabi tadbirlar insoniy tafakkur hosilasi bo'lmish shukronalikka yo'l ochdi. Zulxumor Shoimova 1993-yilda Tojikistondan O'zbekistonga, Yangiobodga kelin bo'lib tushgan. Kasbi o'qituvchi, shu yurtda oila qurib, 3 o'g'ilni voyaga yetkazib, ta'lim sohasida o'z hissasini qo'shib kelayotganidan minnatdor. Men Tojikiston Respublikasi Zafarobod tumanida tug'ilganman. Xo'jand davlat pedagogika institutini 93-yilda bitirib, mana 93-yil Yangiobod tumaniga kelin bo'lib tushdim. Mana shu davlatda yashayotganimdan men juda ham xursandman, chunki 30 yil mana shu ta'lim sohasida ishlab, yoshlarga ta'lim tarbiya berishda o'z hissamni qo'shganimdan xursandman. Mana 2019-yildan buyon Yangiobod tumanidagi 18-umumiy o'rta ta'lim maktabida maktab direktori lavozimida ishlab kelmoqdaman. 6 yilni davomida maktabim juda ko'p yutuqlarga erishdi. Mana bu yilgi yutuqlarim yosh kitobxon oila ko'rik tanlovida ona tili adabiyot o'qituvchim viloyatda 1-o'rinni olib, respublika bosqichida qatnashib 2-o'rinni olib 50 million pul mukofotini yutib oldi. Bu yil Obloqulova Durdona 8-sinf o'quvchimiz viloyatda yosh kitobxon ko'rik tanlovida 1-o'rinni olib, respublika bosqichida qatnashib keldi. Mana shu O'zbekistonda yashab, 3 ta O'zbekiston yigitini dunyoga keltirdim, ulg'aytirdim, o'stirdim. Mana shu davlatimizga xizmat qiladigan, elimizga xizmat qiladigan yigitlarni onasiman. Bundan men benihoyat xursandman. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2018-yilda menga fuqarolik pasportini berdilar. Bundan benihoyat xursandman. Ikki davlat o'rtasida mana shu do'stlik, hamjihatlik abadiy bo'lsin. Ikkala davlatimizda do'stligiga ko'z tegmasin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Xalqimizda bir naql bor. Qo'shning tinch, san tinch degan. Xalqimiz albatta xursand, shod. Chunki xalqimizdan 3 avlodi uchrashuvda bugun qatnashmoqda. Nuroniylar, yoshlar, maktab o'quvchilari albatta bayramni shod, xurram bilan kutib olmoqdalar. Xalqimiz bundan keyin bunday bayramlar ko'pini qilsin. Tinchligimiz abadiy bo'lsin. Yangi O'zbekiston dunyo miqyosida bundan ham rivojlansin. Biz albatta bundan mamnun bo'lishimiz kerak. O'zlik inson o'zini ongu tafakkur egasi sifatida butun borliqda borligini anglashi. O'zlikni anglash xalqona urf-odat va an'analar, qadriyatlar va ehtiyojlar mushtarakligini tushunib yetish jarayonida shakllanadi. Shu ma'noda bugun Jizzaxda abadiy do'stlik va hamjihatlik tarannumi sifatida o'tayotgan xalq sayllari bir daryodan suv ichgan o'zbek, tojik va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik va qon qardoshlik rishtalarini yanada mustahkamlab, umrboqiylik ato etdi.